degan gap bu ana. Xalqning bolasini qanday o'z ko'ngli bo'ladi deganda, ilqi bir bichar notibal qizning qo'lidan kichik javur darangga deya tushib ketgan. Darangga deya tushib ketgan. Shunga o'xshash isiz yigitlarimiz ananing gapini anglaydigan yana anglaysizlar, anglamaydigan yana anglamaysizlar yigitlar. Analarga kelinni yomon degan chaqda, jinim ana, qo'lingdan kelsa kelinmi sening qizing? Boshqa o'g'il, men senga o'tkazib o'taman, mening inim kirib kelinni yomon dalivama ana, mayoq qarsam sen, mayoq qarsam xotin deyalaydigan erkak, haqiqiy erkak. Chunki ikki taraf ishini surishtirmay, yugurib kirib anani xotinni urgan er xumsi yo men uchun. Surishtirish kerak. Kimga gunoh bor surishtirish kerak. Chunki biz analar izido qizlarni. Nimiz shu analar bizni o'z ko'rmaydi, izido. Biz muatanımızga shunday aytibalik. Chunki biz igichaqsiz ishlamas, yigitlar igichaqsiz ishlamas biz. Analarimiz bor, dadalarimiz bor. Vaqt kelganda uyimizga ajrashib yinib kelsakmi, burun baqalgan ota-onamiz yana sizlardan o'ta guldak baqalaydi. Necha yil jahon tutgan bir qiz olgan bir 5 qo'yliq qaypaq apiramagan. Yigitlarim 5 qo'yliq qaypaq apiramagan. Sizlarga xotin bo'lsin, xo'p. Ananglar bilan dadanglarni baqsin, xo'p. Oilanglarning xizmatini qilsin. Yot bir oilaga berib bizda qizlar ko'nayli. Osanma bizga. Xalqning oilasiga berib turish bizga